Assalomu alaykum. Sabr oyimiz kirib kelishi bilan va Arafa bayrami bilan tabriklayman hammani. Endi esa Ramazon uchun foydali va kerakli bo'lgan ilik sho'rvasini tayyorlaymiz. Suyaklarni katta idishga solib, past olovga qaynatishga qo'yamiz. Kamida 11 soat yoki 24 soat qaynatish kerak. Qaynab chiqqandan keyin men tuz, murchlarni solib, past olovda 6 soat qaynatdim. Kechki ovqatga yeydigan bo'ldik. Mana shunaqa shakl kelgunicha qaynatib, suyaklarni suzib oldik. Kechki ovqatdan qolganini esa bankalarga quyib olib qo'ydik. Kunlik ehtiyojlarimizga ishlatamiz deb. Shunaqa mazali ediki, hammaga maslahat beraman, tayyorlab ko'ring. Endi esa Ramazon oyi nafaqat och qolishlik emas, balki qalbni tarbiya qilmoq, tillarimizni, o'fkamizni sabr va qanoatlikni o'rgatuvchi oydir. Boshqalarga yaxshilik ulashadigan va esdan chiqarganlarni eslatuvchi oydir. Marhamatni kengaytiruvchi, shu bilan birga bir oy emas, balki hayot bo'yi unutmaydigan eslatmadir aslida. Bu orada no'xatni ustiga tuz, soda suv solib ivitishga qo'ydim. Kunlik ehtiyojga kerak bo'ladi deb. Endi esa ko'pchilik so'ragan retseptni tayyorlaymiz. 2 yil avval Ramazon videosini ko'rganlar biladi. Rosa so'ragan retsept bilan bo'lishmoqchiman. Birinchi navbatda mayiz xurmani ivitishga qo'yamiz. Nima uchun? Lishniy shakarlari chiqib ketishi uchun. O'ta shirin bo'lib ketmasligini oldini olganligimiz uchun ivitib olyapmiz. Endi esa uyda bor orexlarni har xilidan chopperga solib, izmirchilikdan o'tkazib olamiz. Bu orada men bittaga ko'proq solibman. Xohlasangiz 2 bo'lib izmirchilikdan o'tkazishingiz mumkin. Endi esa boyagi ivitilgan xurmo va mayizni suvini sirg'itib, orexli aralashmani ichiga solamiz. Hammasini yana bir marta izmirchilikdan o'tkazib, chekalarini qoshiq bilan ichiga sovoramiz. Endi esa idishga solib, yaxshilab aralashtirib, xohlagan shakl berishingiz mumkin. Men bezak uchun tikvinni semichka hamda kunjutdan foydalandim. Maydalangan orexdan ham foydalandim. 3 xil ko'rinishda qildim. Uyingizda xohlagan nima bo'lsa, shokoladni nimasi ham bo'ladi, maydalangan ham bo'ladi, orexlar bo'ladi har xil. Hammani o'zini xohishi qanday bezatish, menga mana shu shakl yoqadi. Bu orada xayr maqsadda bo'lib o'tgan kursimizni tugashiga ham ozgina vaqt qoldi. Kim manfaatini ko'rgan bo'lsa, otziv yozib qoldiring. Juda ham xursand bo'laman. Mana tayyor bo'ldi. Siz ham tayyorlab, yaqinlaringiz bilan ulashing. Yoqimli ishtaha.